Assalomu alaykum. Stanex o'zida bugun 3 metrli takarli stanoyimizni obzor qilib beramiz. Bu stanoyimiz zakaz bilan olib kelingan mijozimizga. Bu stanoyimizda 3 metrli stalinasi 3 metrlargacha bo'lgan detallarni obработка qilsa bo'laveradi bemalol. Komplektida o'zida mana hozir 350 lik patroni, bu 3 ta ko'lachokli. Komplektida yana 400 lik 4 ta ko'lachokli patroni bor. Bu patronimiz katta detallar bilan ishlash uchun qo'yiladi. Pastda stalina mana shu yerdan ajraydi. Shu ajratilganda 660 mm gacha bo'lgan detallarni bemalol obработка qilishi mumkin. Buni komplektida ключlari, sentrlari, ikkita sentri, ключlari bor. Noshkalari bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu stanoyimizda yana afzalliklarida elektron utsi bilan jihozlangan. Bu razmerlarni toshni olish uchun qulay. Yana bitta qulayliklaridan zadniy babka. Bu ruchkada harakatlanadi. Boshqalarda qo'l bilan itarishga to'g'ri kelardi. Bunga ruchka qilingan. Bu operatorga maksimal qulaylik uchun. Spindli 105 lik 105 lik detal turba bemalol o'taveradi bunda. Keyin yana avtomatik smaska sistemasi bor. Qo'yib qo'yiladi, shu ma'lum bir vaqtga qo'yiladi. O'sha vaqtda o'zi avtomatik smaska qilib turaveradi. Bu stanoyimiz yana bitta afzallik tarafi stalinasi общий bitta butun quyma qilingan. Pasi ham mana ko'rishingiz mumkin. Qalin, chugunli. Umuman bu yerda svorka ishlatilmagan, qayerda ham noshkalari ham hamma yo'g'i mana shu yarmidan pasi alohida quyma qilingan, yarmidan tepasi quyma qilingan. O'rtasida umuman bo'linmagan. Butun. Kimga shunday stanoylar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Olib kelib, yurgizib, o'rnatib beramiz. 1 yil garantiyasi, servis xizmatlari.